Assalomu alaykum. Bugun siz bilan o'tgan darsimizni davomini o'tib boshlaymiz. Demak, o'tgan darsda biza kavo, chego savollariga javob bergandik va biz bilamizki, agar biron nima inkor bo'ladigan bo'lsa, нет и kavo, нет chego deb savol bera boshlaymiz. Bugun o'sha mavzuni davom ettirgan holda chey, chiya, chiyo savollariga javob berishni o'rganamiz. То есть kimniki degan savol yoki kimning degan savol. И прилагательное sifat. Sifat ham xuddi родительный падеж нет кого, нет чего прилагательныйsi xuddi shunaqa. Demak, прилагательный какой savoliga javob beradi va какого savoliga javob beradi. Какой bo'lsa bu женский rodga kiradi. Agar какого bo'lsa bu мужской rodga kiradi. Hozir buni tushuntirayotgan paytim hammasini bilib olamiz. Demak, agarda родительный падеж bu ikkinchi падеж hisoblanadi. Ikkinchi падеж, demak, birinchi ma'nosi bu biron nima yo'q bo'lganda ishlatiladi. Нет, inkor shaklida biron nima yo'q paytida. Ikkinchisi bu agar nimadir kimgadir yoki nimadir nimadirga tegishli bo'lsa. Mana bu yerda nimadir tegishli deb yozib qo'yaman. Endi qarab o'tamiz. Это тетрадь мамы. Ahamiyat bering. Bu onamni daftari. Mana qarang. Mana daftar kimga tegishli? Onaga tegishli. Mana qarang. Tетрадь kavo mami bo'lib ketdi. Demak, bu yerda ham tegishlilik bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi падежni ishlatishimizga to'g'ri kelar ekan. Это тетрадь мамы. Savol berganimizda. То есть bu kimni daftari desak, это чья тетрадь bo'lib ketadi. Nima uchun чья? Chunki tетрадь женский rodga kiradi. Siz nimani so'ramoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani rodiga qarab savol berishingiz kerak bo'ladi. Keyingisini qaraymiz. Это kniga папы. Dadamni. Bu kitob dadamniki. То есть nima dadangizniki? Mana bu kitob dadangizga tegishli ekan. Это kniga папы. То есть biz so'rayapmiz. Bu kimni kitobi? То есть kitob deyapmiz. Kniga женский rodga kiryapti. Shuning uchun bu yerda ham это deymizda чья kniga deb so'rab ketamiz. Keyingisi. Этот telefon brata. То есть brata, mana bu telefon akaga tegishli ekan. Shuning uchun so'raganimizda biz nimani so'rayapmiz? Aynan telefonni. Telefonni bilamizki, bu мужской rodga kiradi. Это чей telefon bo'lib ketdi. Demak, darsimizning boshida aytib o'tgandik, sifatlar какой, какого savoliga javob beradi ikkinchi падежda, то есть родительный падежda. Какой bu женский rodga kiradigan savol, какого мужской rod yoki средний rodga kiradigan savol ekan. Keling endi o'shani qara boshlaymiz. Красный. Biz bilamizki, hamma sifatlar bosh nimasi infinitiv shakli bu mужской rodga kiradi. Demak, sifatlar hamma otga bog'liq ekan. Ana shu ot qaysi rodda, qaysi падежda tursa, mana bu sifat xuddi o'sha rod, o'sha падежga qarab ketadi. O'sha otga tegishli bo'lgan sifat. Masalan, красный нет dedik. Mana нет bo'lsa bu ikkinchi падеж degani 100%. Yo'q deyapsiz. Нет чего? Нет ручки bo'lyapti. Ruchka yo'q. Endi qanday ruchka yo'q bo'lsa, нет ручки какой? Mana какой красной. Sifatlarda har doim sifat juda oson tema. Biz faqatgina окончанияni eshitishni o'rganishimiz kerak xolos. Нет ручки какой? Красной. Ahamiyat bering. Hammasi окончанияni o'zida javobi bor. Bu женский rodga kirdi.
Endi murskoy rodga kelamiz. Krasный, xuddi shunaqa qarang. Krasный, to есть mana bu sifat nimaga qarab o'zgarardi? Otga qarab o'zgaradi. Ot bu yerda asosiy narsa. Mana sifat esa qaysi ot qaysi rodda, qaysi padejda tursa, o'shanga qarab o'zgarib ketaveradi. Bunda ham xuddi shunaqa. Нет deyapmiz. Aniq bilamiz, ikkinchi padej. Нет чего? Нет карандаша. Мужской род turibdi, карандаш мужской rodda. Нет чего? Нет карандаша. Endi нет карандаша какого? Qarang. Ogo, ogo bu yerda ovo deb o'qilib ketadi. Нет карандаша какого? Красного. То есть nima uchun красного bo'ldi? Chunki bu murskoy rodda. Ana bu karandash murskoy rodda bo'lgani uchungina bo'lib ketdi. Keyingilarni qarab o'tamiz. Demak, указательное местоимение deyiladi bu. Указательное местоимение. Местоимение. То есть ko'rsatkich olmoshlari. Это degani bu. Это va bular ham padejga qarab o'zgarib ketadi. Это va buni. То есть bu bildikki murskoy rod. Sifatdan boya bilib oldik. Ogo murskoy rodga kirish tegishliligini. Endi qaraymiz. Это женский rodga kiryaptimi? Demak, mana bu yo'q desak, to'y bo'lib ketadi. Xuddi sifatdagidek. Endi тот, aho anavi. Нет, того мужской rodda. Ta, ho anavi женский rodga. Нет, to'y anavi yo'q. Bu qachon ishlatiladi? Menda bu qalam yo'q desangiz, u меня deysiz. Нет. Bu qalam bo'lsa, нет ishlatdingiz, ikkinchi padej bo'lib ketyapti. Нет этого карандаша bo'lib ketdi. Masalan, menda anavi ko'ylak yo'q desangiz, men bozor borasida kichkina paytingizda aytardingiz, "Voy, oyi, menga anavi qo'g'irchoqni olib bering" desangiz, "Yo, senda uyingda tiqilib yotibdi-ku" derdilar. Desangiz, "Yo'q, men aynan anavisidan yo'q-da" deysiz. "У меня нет" deysizda. Mana bu "O, anavi kukla yo'q" deysiz. "У меня нет to'y kuklы" bo'lib ketadi. Chunki kukla qaysi rodga tegishli? Женский rodga tegishli. Shuning uchun bo'lib ketadi. Endi preдлог u. U predlogi yonida, oldida deb tarjima qilinadi. Va keyingisi bu kimdadir nimadir borligini ham bildirar ekan. Masalan, моя kniga u mami. Mening kitobim onamda. Endi u mami bo'lib ketdi. U predlogi bizda ikkinchi padejda ishlatiladi. Моя kniga u mami yoki мой telefon, mening telefonim u подруги bo'lib ketyapti. То есть kimda ekan? Dugonamda. Ahamiyat bering. Ana bu yoqda agar biz sifat qo'shadigan bo'lsak, bu sifat xuddi ana shu ikkinchi padejga tegishli bo'lib ketadi. Chunki bu onamda va kim nimada bo'lyapti-da, u predlogi bilan birga kelyapti. Shuning uchun aytasiz. Моя kniga u, например, mening onamda desangiz, u моей мамы, то есть mening onamda. Мой telefon, mening telefonim yaqin dugonamda. Например, u близкая bo'lsa yaqin, близкой подруги. Nima uchun bu yerda aynan близкой подруги bo'lyapti? Chunki yaqin dugona, yaqin bu dugonaga nisbatan ishlatilyapti va bu yerda u predlogi o'sha dugonaga yo'naltirib boryapti. Shuning uchun o'sha padej ham bir xil bo'lib ketadi hammasida. Keyingisini ko'ramiz. От predlogi. От predlogi bu yerda
nimaniki? Mana отчего? Nimaniki? Masalan, so'raymiz, mana bu krishka nimaniki desak, ana bankaniki deymiz. Yoki bo'lmasam, ana bu kolpachokda o'sha ruchkani kiygizib qo'yadigan qopqog'i. Kolpachok qaysi ruchkaniki desa, ana bu ruchkaniki deb aytamiz, masalan. Xuddi shunda, to есть faqatgina kimniki emas, nimaniki degan savol ham bo'ladi. O'sha payti biz от predlogini ishlatib ketamiz. От predlogi от чего deb savol beramiz. От predlogi ham ikkinchi padejga tegishli. От чего? Это крышка от чего? Bu krishka nimaniki? Savol berganimizda от, например, banki, да, banka bo'lsa, banki bo'lib ketadi. От banki, bankaniki. Это крышка от кастрюли. Ahamiyat bering. Savol predlog bilan kelyaptimi? Javobi ham predlog bilan bo'ladi. Hamma padejda ham bir xil ishlaydi. Yoki bo'lmasam, это ручка от чего? То есть bu ruchka nimaniki? Ruchka degan ma'noda har xil bo'ladi. Birinchi ma'no bu yozadigan ruchka, ikkinchi ma'no bu mana bu eshikni mana ochadigan, yopadigan o'sha ruchka bo'ladi. Это ручка от чего? Это ручка от двери. Xuddi shunaqa. От predlogi bilan savol kelyapti, от predlogi bilan javob ham kelar ekan. Hozircha shu darsimiz. Buni yozib olib, konspekt qilib, yaxshilab tushunishga harakat qiling. Sog' salomat bo'ling.